Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Malika marketda egasimisiz? Ha, egasiman. Men qizingizni qo'lini so'rab keldim. Uylanmoqchiman unga. Bunaqa qaramang, haligi men sizni boyligingiz uchun yo pulingiz uchun kelganim yo'q. Men qizingizni juda ham yaxshi ko'raman. Sevaman, jonimni beraman qizingizga, tushunyapsizmi? Rosanmi? Ha, men uni baxtli qilmoqchiman. Qaysi bir qizimni yaxshi ko'rasan? Farqi yo'q menga. Nima? Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Haligi nechta qizingiz bor o'zi? 3 ta. Ha, o'sha haligi kattasi. Mencha qizingizni baxtli qilaman. Rejalashtirib qo'yganman. To'yimiz Gavayi orollarida bo'ladi. Gavayi? Mashhur san'atkorlarni chaqiraman. Tushunyapsizmi? Ana undan keyin men uni raqsga taklif qilaman. Valsga. Ha, o'rtada u va men. Men uni valsga taklif qilaman. Davom et. Ay, hech qisi yo'q. Keyin ko'zlarimizga tushadi. Uning ko'zlariga qarab, men Davom. nima bu? Qizingiz sportivni meshokmi? Qizim sportivniy meshok emas. Ana endi sen sportivniy meshok bo'lasan. Zubacheska. Malika marketda hamma narsa hamyonbop narxlarda.